bizada 33 million so'mgacha kreditlar ajratilgan. 10 million so'mgachasi anaqa plastik kartaga tashlab beriladi naqd shaklda. Atak 33 milliongacha olmoqchi bo'lsangiz, u перечисление yo'li bilan tashlab beriladi. U chorvachilik yoki boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish bo'yicha har xil yo'nalishlar bo'yicha olishingiz mumkin. Hokim yordamchisi bu yerga kelasiz. Hokim yordamchisidan tavsiya asosida u kreditini ajratiladi. Keyin yana undan tashqari bu kreditni olib yopgandan keyin yana inklyuziv kreditlarimiz bor. U 25% dan 24% dan ajratiladi. Yana erkaklarga 25%dan, ayollarga 25%